Assalomu alaykum. Taom Plus kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan krep pitssasini Turkiya turklari qanday pishirishni o'rganamiz. Pechda pishirilgan sabzavotli krepli pitssamizni pishirish uchun katta idishda tuxum, sut, un va tuzni ko'pirtirib olishimiz kerak bo'ladi. Aslida bu pitsamiz faqatgina Turkiyada tarqalgan emas, turklar ham buni g'arb dunyosidan ilhomlanishgan. Ammo nonushtada bu krep pitsasini iste'mol qilish turklar orasida tarqalganini aytishim mumkin. O'zim ham Turkiyada bo'lganligim uchun bu narsani ko'p guvohi bo'lyapman. Aslida bu pitsani tayyorlagunimizcha kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va like bosishni unutmang, chunki hali oldinda bundan ham qiziqarli turk va dunyo taomlarini tanitishni maqsad qilganman. Oldindan rahmat. Ushbu aralashmamizni esa pergament qog'oz bilan qoplangan pishirish listiga o'tkazamiz va teng ravishda yoyamiz. Yupqa qilib kesilgan kolbasa, mayda to'g'ralgan yashil va qizil qalampir va maydalangan mozzarella pishloqimizni sepib olamiz. Bu bosqichda masalliqlarni mos ravishda ta'bga ko'ra o'zgartirishingiz ham mumkin. Nihoyat mayda to'g'ralgan ko'katlarni sepamiz va 20 daqiqa davomida 200 darajada oldindan qizdirilgan pechimizda pishirib olamiz. Pitssa tayyor, yoqimli ishtaha.